Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Justin Gaethje Ilya Topuria bilan jang haqida fikr bildirdi. Ehtimol ikkimizdan birimiz nokaut bo'lamiz, lekin men juda qattiq mehnat qilyapman va uni yakson qilishga tayyor bo'laman. Tresh-toklar hech qachon bo'lmaydi. Endi tushundimki, raqibni ortiqcha gaplar bilan motivatsiya qilishning ma'nosi yo'q. Qo'l berib ko'rishamiz, jilmayamiz va tamom, jang qilamiz. Men uni yakson qilaman, dedi Justin Gaethje. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Ilya Topuriani Justin Gaethje nokaut qila oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Va nihoyat do'stlar, O'zbekistonlik Azizbek Temirov rasman Rizin Promotion bilan 3 ta jangdan iborat kontrakt imzoladi. Hamyurtimiz ilk jangini 12 aprel kuni Yaponiyada o'tkazadi. Hamyurtimiz Azizbek Temirovga omad tilab qolamiz. Inshaalloh UFC'da ko'rish ham nasib qilsin. Videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga. 12 aprel Yaponiya Rizin ligasida Azizbek Temirov ukamizni xudo xolisi 3 ta jang kontrakt tuzdik. Duoda o'tiringlar. Xudo xolisi ko'pchilik biladi, bu ligada Ramazon Temirov, Ilhom Nazimov ko'rishgan sportchilar jang qilgan. Xudo xolisi Azizbek Temirov ham yorqin janglar bilan, yorqin g'alabalar bilan hammalarni xursand qiladi. Xudo xolisi chiroyli g'alabalar hali oldinda. Xudo xolasa duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh yaxshi natijalar bilan qaytamiz inshaalloh. Asosiy xabarga ham yetib keldik do'stlar. Eng qiziq bo'lgan jang Islam Makhachev va Conor McGregor. Gap shundaki, Ali Abdulaziz Islam Makhachev uchun yozda juda katta jang tayyorlanayotganini aytdi. Shu bilan birga, Lan Mechoda Gari ham o'zini asosiy nomzod sifatida ko'rishmayotganini tasdiqladi. Ya'ni Mechoda Gariga jang berishmagan. Demak, savol tug'iladi. Bu jang Islam Makhachev va Conor McGregor o'rtasida bo'lishi mumkinmi? Albatta ha. Agar bu to'qnashuv xalqaro jangchilar haftaligida tashkil qilinsa, media va shov-shuv jihatidan bu ulkan voqea bo'lardi do'stlar. 100% Habib Conor rekordini yangilashi mumkin do'stlar. Ammo real tomonlama ko'radigan bo'lsak, Conorning formasi va faoliyati savol ostida. Islom esa chempion sifatida sport tomonidan mantiqli raqib xohlaydi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Islam Makhachev va Conor McGregor qanchalik real va kim g'alaba qozonishi mumkin? O'z fikringizni kommentariyaga albatta yozib qoldirish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.